Qaynonangiz qalbiga yo'l topishni istaysizmi? Unda ushbu 4 ta maslahatga amal qiling. Birinchidan, rahmat deyishni o'rganing. U sizga yoqmaydigan taklif etsa ham, "Rahmat oyijon, biz bu haqda albatta maslahatlashib ko'ramiz. Juda o'rinli taklif berdingiz" deyishni biling. Ikkinchidan, hurmatli kelinlar, qaynonangiz bilan orangizda nima o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, ichimdagini top deb yurmang. Undan ko'ra ichingizdagini aytishga o'rganing. Uchinchidan, ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga deb bekor aytishmagan. Faqatgina uylarni tozalaganim uchun yaxshi kelin bo'laman deb o'ylasangiz adashasiz. Yaxshi suhbatdosh bo'lishni ham o'rganishingiz kerak. To'rtinchidan, eng zo'r qaynona kelin munosabatida ham qachondir albatta tortishishlar, kelishmovchiliklar bo'ladi. Mana shunday paytda aslo turmush o'rtog'ingizga qaynonangiz ustidan shikoyat qilmang. Esingizda bo'lsin, eringiz uchun siz ham, onasi ham 2 muhim insonsizlar. Shuning uchun ham onasiga e'tibor qaratishi kerakligini eringizga doim eslatib tursangiz, o'zingiz yanada qadrliroq bo'lasiz u uchun.